Agar sizning ham uyingizdagi mebellar xuddi shunday yopilmayotgan bo'lsa, usta chaqirishga shoshilmang. Hozir bitta atyorka yordamida mana shu fasadni to'g'rilash yo'lini o'rgataman. Hozir sizlarga bilim petlasi misolida regulirovkani ko'rsataman. Bu joyda bizda 3 ta samarezimiz bor. Ikkita tashqarida ko'rinib turibdi, ichkarida. Ichkaridagi samarezimiz fasad tepa pastga regulirovkasiga javob beradi. Bizga yaqin turgan samarezimiz bu fasadni oldi orqaga yurishini ta'minlab beradi. Oxirida turgan samarezimiz korpusdan zazorini, katta kichikligini regulirovkasi uchun javob beradi. Endi old tomondagi samarezimizni soat strelkasiga qarshi tomonga aylantiramiz. Yopib ko'ramiz. Fasadimiz plavni yopilyapti. Xuddi shunday qilib, barcha fasadlarni regulirovkasini ko'rib chiqsa bo'ladi. Aynan shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun namuna mebelga obuna bo'lib qo'ying.